Maza qilib yeysan jonim bachamma. Yana nonni bir haftadan beri non berasiz. Non yemay yurgan qancha bu? Bir haftadan beri non deydi. Qancha? Ancha. Yemaysanmi non? Yo'q, Boshqa narsa beraymi? Boshqa narsa bering. Nima? Boshqa narsa bering menga. Hozir 15 minutga kelaman. Kerak ketibsiz. İçine chichaman, shuni bo'qim borib yeysan maktabda. Non yeyman, non zakoni dadam. Ha, qancha non yemay yurganlar. Ha, zakonni. So'mka olib bering, bachalarni maktabga so'mka bilan. Ey, sen katta bo'lsang diplomat bo'lishing kerak. Hozirdan o'rganishing kerak shunaqa narsa ko'tarishni. Diplomat. O'sha diplomat, bu, o'sha. Ey! Yo'qmi maktabingga ket. Maktab qaysi tarafga ket? Onangni uy tarafga, maktab. Rozetkani teshigi ham shuncha katta bo'limmi? Yabadur bo'libdi-ku. Buni bir Sadulloga cho'qirtirib bir alishtirmasam demaydi-yu. Bu yabadur-ku bu. Axir aytib qo'ymasang yabadur bo'lgan anaqa qilish kerak dedim. Taqlash kerakmi? Yo'q. Buni shunday olib xudolar uyiga aytamiz. Keling ko'rdik, ha? 50 olasan. 50 emas 100 olaman, shuni taxlaylik shuni. Shu ishni suqul. Qo'ling bilan qilma, qo'ling bilan. Qo'ling bilan qil. Apamni onadan sökib, oxiri ko'mish qo'limga qo'ygan yaznagina. Ey, o'lgani yo'q yazdan. Muncha vahima qilasan. Ustiga o'z tuproq tashlaymiz, yerda o'zi vajarni qilib to'k tushirib oladi. O'lmabdimi? O'lgani yo'q bu. 10 minutgina mana uchun o'lsin. Ey, vay. Jonim dadam. Ey, otangni. Ey, qiz sveter holi. Otangmi bu, otang emasmi bu denga qilgani yo'q, denga puli yo'q buni. Sveter. Tem bo'lsa 2 metr bu 1,5 qarich. Davay, tuproq tashla ustiga, davay. Davay, bos. Baba, ha. Jonim dadam. Ota deb o'rab ko'myapti. Davay, keling. Rizqima. Bosilsa yaxshimi? Ken tamom. O'zi bir 10 minut yotadimi, shu bilan zakonni o'lib turadi, haymi? Qurt kiysachi yer tagida. Bu maynasini qurt yegan, badanni qurt yesa hech nima bo'lmaydi. Davay, turlaring, davay. Silta, davay. Dadam. Ey, atang. Harom, davay. Mafyozlikmi? Ha? Mafyozlikmisiz? Nima havoni issig'iga qalin palto kiyib olgansiz, mafyozlikmisiz? Atkilaringiz qora xuddi bir kinolardagidek yurib turibdi. Mana qara. Men kecha qamoqdan chiqib keldim. Tushundingmi? Nimaga qamalodingiz? Sir bilmasam. Bundan 10 yil oldin Astanovkaga avtobus kutib o'tirdim. Bitta bachcha savol berdi. Seydim otdim, tamam. Ha, seydim otdim. Kerak do'g'idum, bilmasdan aytib qo'ydim. Mana qarang, nima Mana ketining. Canavar yaxshi odam aytdi. Ham yuzini nima yo'q qilganlarmi? Dadam! Ko'zini ocharmi? Ochadi, tiriladi. Canavar nimadan o'ldi dadam? O'lgani yo'q. To'kurdi, prostatdan ana o'sin deyapman. Ha, nima, zakon. O'qish qanday bo'ldi? Zo'r dada, zakoni yaxshi. Kundalik dolan qani bera? Na. Yaxshi, yomon. Kundalik dolani 2 o'lingmi? Harom,
Yana 2 oldingmi? Habi. Och kundalikni. Rasvo qiladi. Dada badi. Endi unisini ham ko'mish kerakmi? Dada nima bo'ldi? Hey dada. Dada. Nima bo'ldi? Pul. Mayam qo'sar. Akalar iltimos, ana shu odamga gapim bor. Meni kutib o'tiribdilar, xohlasangiz so'rang. Boshlig'im, assalom. Keladi dedim bacha. Keladi, tamam. Keldingmi? Jonim bacham, aylanay bacham. Buncha pul qiyilamiz jonim bacham. Ana maktabga pul beraysiz-ku menga, hammasini yig'ib ana olib kelaman sizga. Men senga pul bermagan-ku maktabga umring davomiga. Ha endi rostini aytaman, tupga tiqishku. Davay. Maktabga bergan nonlaringiz bor edi-ku, qotgan nonlaringiz hammasini sotdim, ana shuncha pul bo'ldi. Ay jonim bacham, aylanay bacham. Seni qiynab qo'yibman-da har kun qotgan non berib. Ertadan o'zim senga yumshoq non berib yuboraman jonim bacham. Fantaziyangiz ham mana shu beshini sizni. Tualet olib kelasizkim kelib. Shoshmang jonim bacham. Ha, Men o'zim sizni tualetga olib borib ketiraman jonim bacham. ishtonga qo'paraymi yo'q? Sizga yarashadi. Bosing. Bitta tishdizammi deyman axiriga, ha? Aka! Montajga qo'yamiz dedik muzikani. Olib keldingmi? Siz hakim pulmi yo hakim ko'rmi? Olib keldim. Ochqani? Ochingiz, qachon ko'rsiz uncha pulni? Uyalmang, oching. Ye? Yangisi-ku? Hammasini yangi dollarga oldim. Eskisini kam hisoblab turasiz. Tushunmadim. Ya. Men bilan o'ynashganni o'ynataman. Hozir o'ynataman. Necha temalar kerak emas. Qitni intirosi meni bo'ldi-da. Tushunmovchilik degani. 12 soat vaqt bering. Pulni olaman, kelaman, tamom. 5 soat senga vaqt. 5. Ana ikkitasini ko'ryapsan, ha? Ikkita oyog'ingdan olib, tushunding, ha? Surbi. Siz ketib turing, gapim bor. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak yoqqan. Davomi bundan ham yoqadi. Like va podpiskani bosib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'ying. Ha, keyin pastga silka qoldirganmiz, donat qilishlari uchun. Donat u yordam degani. Endi u bachadan pul olib bilamanmi, yo'qmi? Sizlardan yordam bersin deyapman-da. Lekin u bachani topsam, ko'tiga sabz uraman. Ay, bir dariga ko'ydim qichdi dada nimaga unday bo'libdi? Ha, jonim bacham, pul keladi, pul. Yo qo'l qichish kerak, yo ko't qichish kerak pul kelishi uchun. Yana bir chamadoncha kelami deyman-da. Yurachilik qilib qo'ygan joying yo'q, Sadullo, ketdan men endi yo'q. Rizitkani taxlaymizmi? Yer rezerkan ko'tingga tur. Uyda buzib, uyda qayta taxlayman men. To'g'ri dadajon, to'g'ri. Ana ko'ryapsan, magar qipti puling ko'paysa hammaga dadajon bo'lasan, amakjon bo'lasan, tog'ajon, jo'rajon bo'lasan, ha? Ey, masalani aytdim-mi 2 yildan keyin o'pishim bunaqa ohangda gaplasholmaysanlar deb. Ruxsat ham bermayman dedim-mi? Ruxsat yo'q. Ha 50 olaman deganmisiz? 50 bu araq, paraq, jo'ralar, qizlar bu boylarni buzadi bu. Men endi boyman, ha? Men boyman. Ey! Boylarni bitta gap voislaringdan chiqarma. Qancha pul topishing muhim emas, u pulni qanday ishlatishing muhim. Urug'aymog'ing bilan sotib olaman sallani. Sadullo pul ko'p, ha. Aytadilar-ku, pul odamni o'zgartirmaydi. Shunchaki uni qanaqaligini ko'rsatadi deydilar-ku. Men shunaqa harom odamman. Hojam. O yalangalaqcha. Nima? Rahmat, kastimurga. Hojam. O yalangalaq ko'ryapsan men. Hojam. Voylar o'zim, hojam. Babacham, Sadullo senga pul qo'ymadi. Zakon.
Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Dada. Ulan men bu yomon shamollar jonga tegdi. Xullas kalla bilan ishlash kerak-da, pulni jon. $100 qattiq. Pul qo'ylik kerak. O'ta uchun jalkami? Yo'q, jalka emas. Pulni kalla bilan ishlash, tushunay. Das ведь. Не. Не Spark. Я Gentro kupil тебе. Да. Кругом тонировка. Всё. Pulni kalla bilan ishlatish kerak deb, u boshqa kallani gapiga kirib ketishsiz. Kiskine dağdı, meni yarım kiskine vaydadı. Kiskine dağdı, meni yarım kiskine vaydadı. Arık boyu gül havasdadı, kelgemiz vaydadı. Arık boyu gül havasdadı, kelgemiz vaydadı. Gülni bahona qilib dağdı, yar ko'rgani kelgamiz vaydadı. Gülni bahona qilib dağdı, yar ko'rgani kelgamiz vaydadı. Kiskine dağdı, meni yorim kiskine vaydadı. Kiskine dağdı. Alo. Ha, o'sha kiribdi valitachi biza. Polni Buxoron qo'yilga oldik onajon. Zakonni, yo pul. Pul biton lekin. Ha. Hozir bassenga cho'milaman, Antaliyaga aytdim-da, menga qarang. Endi gurring o'zimizda kechkinga aytmang, lekin bir oyga $42,000 bilan chiqaraman sizni. Men hozir abishayo, pul ko'p, puldan xavotir olmang. Ha. Bo'yla nima aytsan, kompot ekan-a? O'sha aytaman. Ollik bizning pullarimiz ko'paysin. Tushunmadim. Sizning pullaringiz ko'paysin. Ha, ana shunday bo'lsin. Yalanga yo'q shakalchilar. Olinglar, olbacha. Kechirasizlar, men chiqib kelay-a? Keting, ne pili qochganmi sani? Tushib kel bir chiqqaningga. Voy bala. Boshliq. 5 soat diyordingizmi? 52 minutga topdim men bu harom qo'ylarni. Hozir ushlab olib boraman oldingizga. Qochib kelasa ketaydi. Kimda? Sen kecha meni to'g'ri tushunmagan ko'rinasan. Amak mastonimiz mana amaksiz ostanovkadagi. Men senga kecha qamoqdan chiqdim dedimmi? Dedi, sana o'sha kimdir ko'p savol bergan ekan, shu uchun suyib o'ldirib qo'yibsan, ha? Ostanovkaga men chamadonimni o'ziniki bilan bitta baja almashtirib ketgan. Keyin bilan salmoq qilganman. O'ldirgandasiz? Yo'q. Ketiga chamadonni tiqib yordim. Maymun chechak bo'lib o'ldi. Ye. Pullar qani? O'z dadam masira. Dadam. Voydan! Bular meni zo'rlamoqchi. Ay! Zo'rlamaysizlar. To'qlik. Rahmat sizlarga akalar, rahmat. Bunisiga. Ana hammasini o'zi ochiqlayman. Ey, sana. Tanıyapsanmi? Ye, meni nonim ko'piki. Ay, kun. Sani noning turibdi. Nimaga biz nonimizni yarim taqilib ketdik? Ye, nima naybat qilib pakni kuni. Chimadonimiz ichida non pul yo'q edi, faqat dollar edi. Ye. Mana dollar, bizani dollarlarimiz, pullarimiz qani? O'ylang, uyga otam gapirlarsiz. Bir tiniga tekkamiz yo'q, sizlarga o'xshagan. Kechirasiz boshqa. Harom hurmat. Ay kechirasiz berib ketma, mening gapim bor edi. Boshliq, ana sizda pullari solingan chemadon bilan shu bachan chemadonni almashtirib qo'yibman-da. Maktabga nima qilaysan? Ostanovkaga almashdi, shoferingizni kutib turdim. Xullas, bu bachani otasini tez topib gaplashish kerak, o'zi bilan bitmaydi. Bobomroq qani? Bobomroq qorni og'ribdi, zaman kisha qilib o'zi yoqqa. Bor qayt, qil sen nima ishing, bobo chiq. Bobomroq qani? Teramdan bobomroq qani. Day. Necha! Vashitasi qilgan yo'q, bemalol qo'paraversangiz bular aytmayman. Xullas, men ham yosh bacha bo'lganman. Mana maktab o'rgan paytim otamni o'rnatib bilasiz, xir yozaydi. Ha! Naybat! Otam sizlar poyda o'ylaysizlar, tapda yozganlari yo'q otam nomi. Mana. Ha! 91lik. 181. Ta 91lik. Hey! Yozing nomini qirilib aytyapti, yoningda qanaqa odamsiz? 91lik. 91lik. 181. 181. Nima? Aytibdilar-ku. O'chib ketibdi taqdi. Ozgina o'chganmi? Nima?
70 ro'shar. Voy, 75-86 yozing aytdi. Kalla palla yo'q musun? O'ng'i badam, quloq degan narsa buni. Buni qara, 181, 71, 86 dedi. Kichkina son kichkina dodi meni yorim kichkina voy dodim. Qizlar. Voy. Dada. Alo. Alo. O'g'lingni biza asrab oldik. Ha. Zalog oldik. Kredit zalogga. Bolasini zalog oldik. Xullas o'g'ling bizani qo'limizda plenda o'tiribdi. Oha. Dada bilan meni plenga olgan pulni yedirib bering, men olib keting, azob beryapti, bo'ysa deyapti. Xullas ana shu gap. Senga 5 soat vaqt. Pulni keltiribmiz o'g'ling ko'tinikiga. Ayiramiz. Jonim bacham Bobomrodni zalukka olibdi bular. Endi hamma pulni bermasang, Bobomrodni ko'tini 2 bo'lakka ayirib yuboramiz deyapti. Berish kerak. Shoshmanglar, bu yerda aqlli qaror qilish kerak. Bobomrod meni o'g'lim kutayapman. Albatta. Men uni hech qanaqa pulga alisha olmayman, nikak. Mana ota. Mana ota. To'g'rimi? Albatta otalik hissiyotlarim uyg'onib ketdi shudan. Sizlar perishvat qilyapmanglar, meni odam normal punktualni odam o'zi pullarni olib keladilar. Men u bachasini ko'chaga tashlab qo'ygan odam emas u kishi. Otang telefon qilibdi. Men gapiraman. Alo. Alo. Men o'g'limdan voz kechdim, o'g'lim sizlarga pashol deydi. Ha? Nima dedilar? Otang sendan voz kechdi. Kichkina son kichkina dodi meni Sendan voz kechdi yordi otang. Kimni yordilar? Voz kechdi deyapman. Dadam mana Yig'lama. yig'lab peshonasiz shiver. Sizlar mendan voz kechmaysizlar. Hech qachon voz kechmayman jonim bacham. Dada! Jonim bacham. Dada! Tushunmadim. Xuli ota bacham ishlariga aralashibsan. Sen tilingga javob ber. Ha? Javob magazin bo'lib ket. Til nima qilasizlar? O'ra qilib men bo'lib kelaman. Qachon? Nima olib kelay? Tilimni olib kel. Tamam ketdim men. Magazin ketaman. Bas keladi. Kelmasa-chi? Kelmasa masala. Dada! Jonim dada! Rahim shafqat yo'q sizlarga. Qoparinglar buni. Ibi. kichkina son kichkina